Umid aka, turing, choy tayyor. Bo'pti, qachon kerakni kechir endi. Bir-birimizga yaxshilik qilmaylik, mehribon bo'laylik. Yur, sen ish ko'ryapsan, san olib kelganman. Ketdi. Eshikni bering. Ha, bo'pti, mana, yur. Ketdi. Mana bu Nomerimni so'ramoqchisiz, a? Yo'q. 99 marta takrorlayman. 103 kun o'tsa ham, 65 marta yalinsangiz ham, 45 marta iltimos qilsangiz ham bermayman. Yo'q, menga nomeringiz kerak emas. Sovchi jo'nataman deb ovora bo'lmang. Meni Yunusobod 5-kvartalga umuman aloqam yo'q. Uyingizga borish niyatim yo'q. 75-dom bizanikiligini bilganingiz bilan borib o'tirmang. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsiz meni. Instagramim ham yo'q. Yo'q, siz bizning do'kondan kola oldingiz-ku. Ha, siz bo'lsa Fanta olgan edingiz. O'sha kolaning butilkasini tashab ketdingiz. Ha, endi mana shunaqa aqlli qizmanda qo'yib ketish kerakligini bilaman. Tashab ketganingiz uchun sizga pul berishim kerak edi mana. Do'konimizga yana kelib turing, men Fanta ichaman, siz kola ichasiz. Pulingizni bir qismini qaytarib beramiz. Zo'r-ku. Bu juda ham ajoyib foydali va mazali. Kelib turing. Oyijon, shu yerda yangi kiyim zakaz qilgan edingizmi? Kirib olaylik. Ha, hozir kirasiz, olasiz. Sizga to'g'ri kelmaydi razmer. Uyda yotadi. Mana o'g'lim pulini kim kemiryapti? Yo'q, oyijon, bu yerda kiyib ko'rib olsa bo'ladi. Yuring. Farosatingiz yo'ligini bilardim. Bunchalik o'ylay tug'ilgan deb o'ylamagandim. Ofisda kiyinasizmi? Oyijon, xotiroming, qarang, kiyinish xonalari bor, qulflanadigan, yop-yorug' xotiroming. Ha, o'l. Hamma narsa gap topyapti. Qani bitta ko'raylikchi nima kiyarkan bu. Mana oyijon, lop-loyiq, agar to'g'ri kelmaganda ham almashtirib berishardi. Shunaqa qilib o'g'lim pulini yeysizda. Nega oyijon, hozir uzun marketda chilla bazar savdosi bo'lyapti. Bolalar mollari, kosmetika, ayollar kiyimlari va boshqa ko'plab narsalarga 70% skidka bor. Barcha chilla fashion faqat uzun marketda. Ha, yo'q, bu narsalaringizni olib chiqib keting, bu yerdan gap qaytarmang menga. Nimaga chiqarib yubordilar? Olgan narsalarim yo'qmadimikin? Aqlli qiladi. Sizlar hozir kelinlar zakaz qilgan narsalarimizga ham zakaz qilib bering. Aksiya ketayotgan ekan, faqat kelinlar chiroyli yuradimi? Qaynolar ham chiroyli bo'lsin. Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashinang qursin, qo'rqib ketdim. Endi sani quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Nima? Pul ber. Men magazinga chiqib kel. Kirlarni yuv. Gaz erkib ketsang topib miyasini qotirasan. Mana qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadrimga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim, lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Borya qol, o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Kakras bo'yani bo'lsan, yigitimga rasming tashavorimi, bak farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigini berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xotiroman, u yopib qo'yganman Iskandar bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4,600,000 dan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Voy, o'zga o'xshagan keziymi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak deb borga qol jo'na. Senga o'xshar ekan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa yo'q, qo'rqing. Yurishni boshlaganimdan berishga o'tasan. O'zbekistonda qish keldi degani bu ertalab qorda sirpanib, qaytishda loy bosib kelish. Ertalab qalin kiyinib chiqib ketib, obedda shu og'ir kiyimlarni yoqtirmay ko'tarib kelish. Qish keldi degani bu oying bo'g'izlab shapka kiydirib yuborishlari. Endi qutulib qochdim deganingda oying ikkinchi bosqich sharf o'rashga o'tadilar. Oyi, shapka kiydim, sharfman bor. Endi kurtka kiyasan. Oyi, palto kiyganman. Qish keldi degani bu hamma storiesiga birinchi qorni qo'yadi. Xursand bo'lib ko'rishga chiqquningcha qor tugagan bo'ladi. Qish keldi degani endi hamma tanishlaringni aptekada ko'rasan. Shamollashga qarshi dori kimga ekan? Menga.
Lekin hamma shamollasa ham oying shamollamaydi. Chunki men Supradin immuno ichaman. Immunitetimni oshiradi. Tarkibida vitamin C, D, sink ham bor. 3 ta tomonlama himoya. Senlarga ichsam ichmaysanlar, ajab bo'pti. Bizga ham bering. Mana ichlaring. Shuni ichsa shapka kiyishingiz kerak bo'lmaydi? Shapkani shu bilan mayda yechasizlar. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar bir ko'raylik. Mana manda kelin. Bo'laveradi. Anaqasi yaxshi kiyadinglar, charchamayapsiz, sog'lig'ingiz joyidami? Qani bir kelin. $18,000 tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnat uchun like bosib qo'yishim esdan chiqmasin. Keyingi nima sasvotdi? Zebaxon ovqatni kuydirib qo'ydim, oshxonaga yetmayapti mos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi? Yozib qoldiringlar. Sarog'uchi undan ko'ra oyjonga yetsam bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasam tez charchab qoladimi? Dangasa kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenayi siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yig'sa qaytadan oshtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim men yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqaymi? Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveраman. Bering. Sizlarga ham kenayinglar mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor Tourist Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun mas'ulchining videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timo qaynisini hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar? Mana mashina olaylik, men Vangan mobilogger bo'lganman, bilaman, pishiq chiqadi. Umid aka, men Do'dan madasi laqab tarus topar bo'lgan mashina zo'rman, bilaman. Mashina olsangiz senga o'xshab oppoq chiqadi, mana buni olaylik, menga o'xshab qizil chiqadi, qarang. Umid aka, mashina sizga o'xshab qizil chiqadi, men bilaman, menga ishoning. Men aytganimni qilmash, pishiq chiqadi. Umid aka, men oshxonada Mana shuni bilaman. Umid aka, mana men bugun shuni olaylik. Naryoqda shuni arzonroq ko'rdik. Mashina Umid aka usilib yotibdi. Bir xil sani yurgin kelmayapti просто. Mendagi sal qo'rqganim yo'q, rostdan mashina Boshqacha arzon ko'rsiz-chi. Nima farqi bor? Mashina Omaylik, yurishda olaylik. Mashina omaylik, yurishda olaylik. Shu yerdan olsa ichi narsalarni? Korzinkada har kim xo'jayin bo'lishi mumkin.